Dunyodagi eng xavfli odam o'zini aqlliman deb o'ylab, aql o'rgata odam bo'ladi-yu. Bilasizmi? Shu qarz olib oldim nima qilsamkin, siz sirasi kredit olganda zo'r olib ketadi. O't tashlab mana shu eslilik qilaveradi. Qizim bilan anchadan beri gaplashmayapman, urushib qolganmiz. Hozir yozammikin, nima deb o'ylaysan? Siz sirasi yozadi aniq. U senga mubtalo bo'lib qolgan do'stim. Isham men odamlarim sezyapti, hozir o'zini borishga dimlab yig'lab yotibdi tashqisi. Hijron ko'chalarida yurib seni eslab. Yozginda yomonga, yaxshimisan deb yozgin deydi. Bo'pti deb tur, yaxshimisan deb yozadi. Sirasi bloklab qo'yadi-yu. Bo'ldi endi pishdi уже. Istoriyasini ko'rish uchun ham boshqa akkaunt ochish kerak, fake akkaunt. Men qizga yoza olmayapman do'stim. Lapashlik qilib jinniketda narsa yozib qo'ymay deb desiz. Berib tur men yozib beraman. Bilasizlarmi nima deb yozgan? Yaxshimisiz sizlarda ham chorshanbami bugun deb yozibdi. Hali qizim yo'q bizda dekabr bugun deb atvet qo'yadi. Nechinchi yil siz degan 2005 deb. Desa 2005 bo'lsa siz ham muchalingiz tovuqmi yo chiroylilar uchun alohida muchal chiqqanmi? Ko'ynimani deydi. Hali qizni hayolida mendan tupoy odam yo'q yer yuzida уже. Jakuy bilan meni qo'shganda IQ'imiz 5 deb o'ylaydi. Uyingizda nechta razvedka bor deb yozmabdi ham.